Gagarinada Karimbekning yonida 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan 80 kvadrat. Bizlar hozir mehmonxona turibmiz. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona bo'lyapti. Mehka zona qilingan, pardalar qilingan, televizor qilingan do'stlar. Devorlar konus atachenta qilingan. Kvartiramizning kadastri bor. Bir kun ichida oform qilib olish mumkin. Bu yer esa bizlarda kattalar yotoqxonasi, ko'rishlaringizdek bu yerda ham hamma kerakli mebel jihozlari bor va mana bu yerda bizlarda kattagina oshxona bo'lyapti. Oshxonada ham kuxonli garnitura, gazol plita, vintishka, xolodilnik, stиральный mashinka va balkon bor do'stlar. Kvartiramizda o'qotirni konsol o'rnatilgan, sovuq pol radiatorlar qilingan, bu yer esa bizlarda yotoqxonasi bo'lyapti. Kvartiramizning kvadratdan kvadrat 80 kvadrat va narxi hozirda 69 ming, yana savdosi bor do'stlar. Bu yer ikkinchi sanosi bo'lyapti. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda aytsanida bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib, like, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.